Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Bugun biz sizlarga petrushka haqida ma'lumot beramiz. Petrushka barglarini shamollagan, lat yegan etga bosib, kompress qo'yilsa, yaxshi samara beradi. Yuzdagi sepkillarni esa uning suvi bilan artib ketkazish mumkin. Sarimsoq piyoz iste'molidan so'ng og'izdagi noxush hiddan xalos bo'lish uchun 10-15 dona petrushkani xomligicha chaynab yuborish kerak. Petrushka ildizi damlamasini doimiy iste'mol qilish bilan qattiq terlashdan qutulishingiz mumkin va u ortiqcha vazndan ham xalos etadi. Petrushkani suvi buyraklar va endokrin tizimi faoliyatini yaxshilaydi, kapillyar tomirlarni baquvvatlashtiradi. Tadqiqotlarda petrushka qaynatmasi va xom barglarini iste'moli oshqozon osti shirasi ajralmasini ko'paytirishi isbotlangan. Petrushka ildizi qaynatmasiga bir miqdorda limon suvi qo'shib, u bilan yuzdagi qora pigment dog'larini ketkazish mumkin. Soch to'kilishida va yosh kattarishi bilan yuzaga kelgan kattalikda petrushka urug'i yaxshi samara beradi. Uning qaynatmasi oftobdan kuyganda ham foyda beradi. Yurak muammolari oqibatida yuzaga kelgan shishta va qabziyat hamda ichak shamollashida petrushka ildizi damlamasini ichish tavsiya etiladi. Hasharotlar chaqqanda petrushka barglaridan kompress bog'lash mumkin. Salomat bo'ling.